Siz yana Dilnaz Steinbock kanaldasiz. Sahifamga obuna bo'ling hamda nemis tilini noldan o'rganishni boshlang. Nemis tilini yuqori darajada yoki bo'lmasam professional darajada biladigan insonlar uchun ham hali maxsus videolar tayyorlanadi. Ammo avval ushbu loyihani tugatishimiz kerak. Shundan so'ng ikkinchisiga o'tamiz. Akkuzativ kelishigini o'zbek tiliga tushum kelishigi deb tarjima qilamiz. Tushum kelishigi o'zbek tilida ni qo'shimchasini oladi. Ya'ni otlarga shu qo'shimchasini qo'shib tushum kelishigiga turlaymiz. Ya'ni masalan, kitob so'zi bosh kelishigida turibdi o'zbek tilida. Shu bilan birga nemis tilida ham xuddi shunday. Agar kitobni deydigan bo'lsak, u tushum kelishiga turlangan ot hisoblanadi. Xuddi shu qoida nemis tilida ham mavjud, ammoki bu ni qo'shimchasini biz o'zbek tilida otdan keyin qo'yadigan bo'lsak, nemis tilida bu vazifani, ni qo'shimchasini uning artikllari belgilab beradi. Ya'ni artikllari o'zgarishi natijasida biz nemis tilidagi otlarni tushum kelishigida yoki akkuzativda turlaymiz. Akkuzativ kelishigida otlarni kelishini, turlanishini tushuntirib berish uchun men mana shunday 3 ta so'zni tanladim. Aynan shu so'zni tanlashimga ham menda sabab bor. Ya'ni bunda x so'zini x harfini so'z tarkibida o'qilishini ko'rsatib ham bermoqchiman. Ya'ni x harfi nemis tilida so'zlarda k, s shaklida o'qiladi. Demak, der Text bu matn degani, mo'jgarotdagi so'z. Das Examen bu ekzamen yoki aynan o'zbek tilida oladigan bo'lsak, imtihon degani. Die Axt bu женский roddagi so'z, bu среднийda. Женский roddagi so'z, bu esa bolta degani. Ishni женский roddagi so'zlarni birlik shaklida akkuzativda kelishini ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga bosh kelishlikdagi kelishi bilan solishtiramiz. Xo'p, nominativ kelishigiga bag'ishlangan darsimda aytgan edimki, bosh kelishlikda turgani bilan otlarni artikelni kelishini yodlash kerak. Bosh kelishlikda yaxshi yodlasa, keyingilarni o'rganish oson bo'ladi degan edim. Chunki женский roddagi otlarning artikeli bosh kelishlikda qanday kelsa, akkuzativda ham xuddi shunday keladi. Ya'ni mana shu misolda o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, bolta bilan boltani demoqchi bo'lsam, nemis tilida to'liq bir xil yoziladi. Shu bilan birga uning sifatlari ham bir xil bo'ladi. Ya'ni bosh kelishik nominativ so'zini qisqartmasi. Bu esa qarqit kelishik akkuzativ so'zini qisqartmasi. Bosh kelishikda eine scharfe Axt, die scharfe Axt. Scharf so'zi bu lug'at shakli, sifat o'tkir degani. O'tkir bolta. Bosh kelishikda hech qanaqa qo'shimcha olmagan otimiz. Ana endi akkuzativda esa tushum kelishigida qarab qishdi borimcha. Tushum kelishigida eine scharfe Axt, die scharfe Axt. Ya'ni tarjimasi o'zbek tiliga o'tkir boltani. Gapda kelishiga qarab uni yo bosh kelishikda yoki tushum kelishigida kelganini, turganini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni bosh kelishikdagi otlar 80-90% holatda gapda ega vazifasida keladi. Akkuzativdagilar esa ikkinchi darajali bo'lak. Ya'ni bular qatnashgan gapda ot ham, kesim ham, ega ham, kesim ham bo'ladi. Bular esa ikkinchi darajali bo'lak bo'ladi. Masalan, die scharfe Axt ist da. Ya'ni o'tkir bolta shu yerda. Qayerda? Shu yerda nima? O'tkir bolta. Gapda ot o'tib kelyapti. Ikkinchi gapimizda masalan, ich kaufe eine scharfe Axt. Men o'tkir boltani sotib oldim. Biz o'zbek tilida men o'tkir bolta sotib oldim deymiz, ni qo'shimchasini tushib gapiramiz, ammoki u shu yerda bor hisoblanadi, tushib qolgani bilan. Demak, yana takrorlayman. Bosh kelishik bilan tushum kelishigida nominativni akkuzativda женский roddagi so'zlar birlik shakli, artikellari ham, sifatlari ham bir xil shaklda kelar ekan. Navbat sredniy roddagi so'zlarni
birlik shaklda akkuzativda kelishi. Hozir sizga женский roddagi so'zlar haqida nima degan bo'lsam, aynan shu qoidalar средний roddagi so'zlarga ham tegishli. Ya'ni средний roddagi so'zlar bosh kelishlikda ularning artikli hamda ulardan oldin keladigan sifatlar qay shaklda kelsa, akkuzativda ham xuddi shu shaklda keladi. Ya'ni ein schwieriges Examen, ya'ni средний roddagi so'zlar noaniq artikli bilan qo'llanilganda otdan oldin kelgan sifatlar es qo'shimchasini oladi. Aniq artikl bilan kelganda esa das schwierige Examen, ya'ni es qo'shimchasi qanaydir ma'noda aniq artiklga ko'chib, faqat schwierige i qo'shimchasini o'zi qoladi. Eslab qolishingiz uchun aytayapman. Ya'ni endi es qo'shimchasi faqat aniq artiklda bor. Das schwierige Examen. Schwierig so'zi lug'at shakli mana shu es yoki i qo'shimchasidan xoli holatda bu lug'at shakli hisoblanadi va u qiyin degani. Ya'ni ko'proq bilim talab qiladigan, kuch talab qiladigan, og'irlik kuchi emas, bilim kuchi talab qiladigan qiyin imtihon degani. Demak, средний roddagi so'zlar birlik shaklda, masalan, qiyin imtihon bilan qiyin imtihonni so'zlari, so'z birikmasi nemis tilida bir xil yozilar ekan. 100% bir xil. Qo'shimchalari aniq, noaniq artikllari. Faqatgina yuqorida aytganimdek, gapdan kelishi bilan ularni bosh kelishlikda turibdimi yoki akkuzativda turibdimi bilib olishingiz mumkin. Boshida hozir o'rganib kelyapsiz, nemis tilini qanday bilishim mumkin? Tarjimasini yaxshi qilmasam, uni qaysi artiklda kelishda turgani qanday bilaman deyishingiz mumkin. To'g'ri, boshida qiyin bo'ladi, ammo tez-tez, ko'p, kichik sotta matnlarni o'qib, bunday matnlar boshida berilib borilyapti. Deyarli yarmi videomda, demak hozir 28 bo'lsa, 14-15 ta videoda shunday kichik matnlar berilib borilyapti. Bundan keyin berishga harakat qilamiz. O'sha matnlarni o'qib, tarjimasiga e'tibor berib, qaytadan ko'rib chiqsangiz, hozir o'zida aniqlashingiz mumkin. Demak, qanday otlar qaysi artiklda, qaysi kelishlikda turibdi. O'shandan bilib olishingiz mumkin. Ishni sotta kichik matnlardan boshlang. Birdaniga pillapoyadan yuqoriga chiqib ketmaymiz, sekinlik bilan. Nemis tili grammatikasi uni o'rganuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida deb tasavvur qilamiz. Bosh kelishlik hamda chim kelishligidagi birlikdagi женский hamda средний roddagi, shu bilan birga ko'plikdagi otlarning artikli hamda undan oldin kelgan sifatning qo'shimchalarini o'zgartirmadi. Ammo farq ham bo'lishi kerak-ku. Hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, grammatikalik bormi? Ana endi mужской roddagi so'zlarga kelamiz. Mужской roddagi so'zlarni akkuzativda kelishi ancha farqliroq. Avval bosh kelishlikda bir ko'rib chiqaylik. Ein kleiner Text, der kleine Text bo'lar edi mужской roddagi so'zlarni hammasi bosh kelishlikda kelganda, birlikda. Iltimos qilaman, 25-darsni takrorlang agar bosh kelishlikdagi so'zlarni kelishini ozod chalkashtiradigan bo'lsangiz. Akkuzativda esa kelganda o'zgarishlar bor. Ya'ni aniq artikliga ham, noaniq artikliga ham, unda otdan oldin kelgan sifatiga ham en qo'shimchasini qo'shadi, en qo'shimchasini aniqrog'i. Ya'ni einen kleinen Text, den kleinen Text. Ya'ni bosh kelishlikda ein edi, mужской roddagi so'zlarda akkuzativga kelganda en qo'shimchasini oldi. Ya'ni aynan mana shu en qo'shimchasi mужской roddagi so'zlar uchun tarjima qilganda ne qo'shimchasini olib keladi. Xo'p, aniq artikldagi er yoki bo'lmasa er qo'shimchasi esa en ga o'zgardi, den ga aylandi. Endi sifatga keladigan bo'lsak, bosh kelishlikda aniq artiklda noaniq artiklda er oladi degan edim. Akkuzativga kelganda esa ozroq osonlashib, birdaniga ikki xil holatda ham en qo'shimchasini olyapti.
Ya'ni u aniq artikeldan keladimi, non artikeldan keladimi farqi yo'q. Einen kleinen Text, den kleinen Text. Demak, yuqoridagisi bosh kelishlikdagi otimizda so'z birikmamiz tarjimasi kichkina, kichik matn edi. Akkuzativdagida esa kichik matnni. Ya'ni, masalan, wir lesen einen kleinen Text. Biz kichik matnni o'qiyapmiz. Ma'no shu. Siz mushkul roddagi birlikdagi so'zni gapda mana shu holatda ko'rdingizmi? Demak, bilingki, bu so'zimiz akkuzativda turlangan so'z. Demak, bunga o'ziga xosligi, boshqa kelishlikdagi so'zlardan turlanishidan farqlilik joyi bor. Ammo shu bilan birga o'rganish oson. Qanday qo'shimcha olayotganini o'rganish oson. Navbat ko'plikka. Ko'plikdagi, yuqorida aytdim bu haqda, ko'plikdagi otlarni, artikli hamda undan oldin kelgan sifatlarni kelishi bosh kelishlikda qanday bo'lsa, akkuzativda ham xuddi shunday. Xuddiki birlikdagi jenskiy hamda sredniy roddagi otlar bir xil bo'ladi dedim-ku, bu qoida anaga ham ko'plikka ham tegishli. Demak, die scharfen Äxte, demak, o'tkir boltalar, die schwierigen Examine, qiyin imtihonlar, die kleinen Texte, kichik matnlar, bosh kelishlikda. Ana endi o'tkir boltalarni, qiyin imtihonlarni, kichik matnlarni bo'lar esa akkuzativda. Bir xil yoziladi. Demak, chet tilga tarjima qilganda yoki bo'lmasa o'zimiz o'zbek tilimizni tarjima qilganda bular akkuzativdagi otlar sifati tarjima qilinadi. Ya'ni qo'shimchasi qo'shadi. Nemislar shunaqa biladi, gapga kelishiga qarab, bu ma'nosini, tarjimasini yoki bo'lmasam grammatik jihatdan qaysi kelishda turganini ular biladi. Muammo bizda. Ya'ni bir xil yoziladi, tarjimasi esa ikki xil. Chunki bizlarda har bir kelishigimiz uchun o'ziga xos qo'shimchalar bor. Bitta kelishigimiz qo'shimchasi ikkinchi kelishigini qo'shimchasi bilan bir xil emas. Bir xil bo'lmaydi. Xo'p, nemis tilida esa mana shunday osonlik tomonlari ham, shu bilan birga chalkashlik tomonlari ham bor. Ammo tez-tez takrorlash orqali buni yaxshilab mustahkamlab olsa bo'ladi. Darsning boshida akkuzativ so'zini o'zbek tiliga tushum kelishiga deb tarjima qilamiz deb aytgan edim. Ya'ni o'zbek tilida tushum kelishiga ne qo'shimchasini oladi degan edim. Ammoki shuni unutmasligimiz kerakki, nemis tilidagi hamma otlarni, akkuzativda turlangan hamma otlarni ham gapda ne qo'shimchasini qo'shib tarjima qila olmaymiz. Ya'ni faqatgina shu ne qo'shimchasini qo'shib tarjima qilishga o'rganib qolmang, ishonib qolmang. Siz shuni bilingki, akkuzativda otlar qanday artikelga keladi, qanday artikellarda bo'ladi. Undan oldin kelgan sifatlar qanday qo'shimchalar oladi akkuzativda. Siz mana shu narsani mahkam ishlang. Tarjimani esa gapdagi kesimga qarab tarjima qilamiz. Ya'ni, masalan, hozir men yuqorida aytdim, kaufen so'zi. Bu sotib olmoq degani. Kaufen so'zidan keyin keladigan otlar akkuzativda keladi. Ya'ni nimanidir siz sotib olasiz. Buni tarjimasi o'zbek tilidagi tarjimamiz bilan gapimiz bilan bir xil bo'lyapti, demak. Ammoki 17-darsda haben fe'lni o'tganimizda aytgan edimki, haben fe'ldan keyin keladigan otlar ham akkuzativda keladi. Ammo o'zbek tilida haben so'zi ishtirok etgan gapda tarjima qiladigan bo'lsak, menda masalan kitob bor, menda kompyuter bor deb tarjima qilamiz. Ammo qo'shimchasini qo'shib tarjima qila olmaymiz. Ammoki undan keyingi haben fe'ldan keyin kelgan otlar akkuzativda turibdi. O'ylaymanki, meni tushundingiz. Demak, nemis tilidagi gaplarni ham to'g'ridan to'g'ri 100% o'zbek tilida xuddi shuni tarjima qilib bo'lmaydi va xuddi shunday teskarisi ham qilish qiyin. 100% bunday natijaga erisha olmaymiz. Demak, hamma tillarni ham o'ziga xos qurilishi, grammatikasi bor.
Siz akkuzativni hamda bosh kelishlikda ot hamda sifatlarning kelishini mustahkam o'rganib oling. Tarjimasini esa sekinlik bilan o'zi ochilib kelaveriladi tarjimalari. Hali yana ikkita kelishligimiz bor. Ularni ham alohida o'rganamiz sekinlik bilan. Keyingi darsimizda ham o'tkazib bormang. Keyingi darsimiz ham so'z boyligimizni oshirishga bag'ishlanadi. Shuning bilan darsimiz tamom. Sizga sabr toqat tilayman tilni o'rganishda. Hech ham zerikmang, siz buni uddalaysiz. Hozircha esa xayr.